Andijonda sodir bo'lgan jinoyat ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari va aholi orasida katta muhokamalarga sabab bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, Andijon tumanida istiqomat qiluvchi 32 yoshli erkak qo'shni mahalladagi 2 nafar voyaga yetmagan 5 yoshli yosh qizchalarni ota-onalari tomonidan qarovsiz qoldirilganligini bilib, velosipediga mingashtirib muzqaymoq olib beradi va ularga ziyon yetkazmasidan quloqlaringda o'rgamchak bor ekan deb aldov yo'li bilan tilla sirg'alarni yechib oladi. So'ngra hodisa joyidan qochib ketadi. Qayerga olib ketdi? Siram vatadan sejon joyiga to'xtab kelgan shetdan yechib oldi. Yechib oldi? Nima deb yechib oldi? Siramni. Nima dedi siramni? O'zimchak bor ekandi. O'rgimchak bor ekandi? Yaxshi yomonni bilmaydi, qorani bilmaydigan qizni endi aldab, balki chiqqandir biz. Aldagan bo'lsa, marujna beraman degan endi ular. Bu deyapti, hozir aytishyapti, qizning o'zi chiqqan edi. Birinchidan bolamni ham narsasini olyapti, ham bolamga tuhmat qilyapti. Biz orqa tomonimiz yangicha. Ashunda chiqib orqa tomonga olib o'tib, ashida bu ukaxonimizni aka-ukalar nima qiladi? Ustachilik qilishadi. Ashiga olib o'tib, qulog'ida zirani yechib, mahallaning boshiga olib kelib qo'ydi. Velosiped olib kelib qo'yib, katta 80 metrlik ko'cha bor. Bisagovorni aşağıdan ketgan. Men bularni topganimda, bular mendan qo'rqishgan. Hali zirani nima qilib qo'ydim deb turib, ashi ko'chaga qarab yugurishgan. Keyin yetib olib, keyin bu gapira olmadi, qulog'im ushlab yig'layapti. Keyin hadisadan so'radi, nima bo'ldi desam, mana shunaqa bitta tog'adagi nimamizni olib ketib oldi, ziramizni olib ketib oldi deb turib, bu yoqqa ketdi qilishdi. Lekin ashi bular aytgan tomondan topildi lekin. Mazkur holat yuzasidan ichki ishlar idoralari tomonidan tezkor surishtiruv ishlari olib borilib, jinoyatchi qisqa fursatda qo'lga olinadi. Tergov jarayonida uning aybi to'liq isbotlanib, unga nisbatan to'plangan hujjatlar sudga yuborilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Andijon tuman sudining hukmiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 169-modda 3-qismi A bandi bilan aybli deb topilsin. Jinoyat kodeksi 169-modda 3-qismi A bandi bilan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Garov ehtiyot chorasi o'zgartirilib, u sud zalidan qamoqqa olinsin. Jazoni o'tash muddati 2025-yil 5-avgustdan boshlab hisoblansin va umumiy tartibli koloniyalarda o'tkazilsin. Jinoyatchi qilmishiga yarasha jazosini oladi. Aybdor shaxsga 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi ham tayinlandi. Ammo bu voqeani eshitgan otalar qay ahvolga tushdilar? Uni qiziga men shunaqa holat qilganimda kechiraman dedim. Hech qachon kechirishmardi ular. Voyaga yetmagan qiz, ayniqsa qiz bolaga bunaqa qilishi, bolaga o'zining bolasi bor ekan, bunday holat endi bilmayman endi qanaqa odam bo'lish kerak. Shu adolat qaror topishi maqsadimiz. Ertaga yana shunaqa jinoyat agar bugun biz indamasak, boshqasi indamasa, ertaga yana shu ish bilan davom etishini xohlamadik, boshqalarda ham jabr ko'rishini xohlamadik. Qilmish qidirmish, odil sud qarorini qabul qildi. Shu o'rinda huquq-tartibot organlari va psixologlar ota-onalarga murojaat qilib, farzandlarini begona shaxslar bilan muloqotda ehtiyot bo'lishga o'rgatish, ularni turli aldovlarga uchmaslikka tayyorlash zarurligini yana bir bor ta'kidlamoqdalar.